Assalomu alaykum Dream Residence obunachilari. Mana bugun 25-aprel sanasida maktabimiz va bog'chamiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Qaysi holatga keldi, nima ishlar olib borilyapti, buni bafurja sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Loyiha rahbari Mahmud aka bilan va prorablarimiz bilan sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Mahmud aka, charchamayapsizmi? Akom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, may oyiga kadastrimizni chiqaryapmiz. Xudo xolasa kadastrimiz chiqadi. Kadastrimiz chiqqandan keyin aholi kelishni boshlaydi. Tabiiyki aholi kelgandan keyin maktab va bog'chaga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bitta savolimga javob bersiz. Maktab, bog'chamiz qachonga tayyor bo'ladi? Va bu bitta menga qiziq emas, bizdan xonadon sotib olgan odamlar uchun ham, obunachilarimiz uchun ham, bizni ko'rib turgan odamlar uchun ham bu savol qiziq. Agar qarshi bo'lmasangiz, yo'q demasangiz, siz bilan birgalikda obxod qilib chiqsak. Qanaqa jarayonlar ketyapti, qaysi holatga yetib keldik, nima ishlar olib borilayotganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mikrofonni taqib olamiz. Menman. Boshlang. Bu kirish qismimiz tambur. Hozirgi holatda oxirgi tennisli primoyga kelib qoldik. Marmar tosh bilan qilyapmiz. Ichkarisi ham shunaqa bo'ladi. Bu ichkarisi mebellash jarayoniga kelib qoldik. Bu hozir Mahmud aka shunda hol qismimiz bo'layapti. Bu asosiy hol qismimiz. Shunday kirganda ana relindan solinadi. Relinda o'sha biz asosiy ranglarimizdan bo'lgan kul rang bilan oranjoviy ketyapti. Bu yoqda administrativ xonamiz, bu yoqda o'qituvchilar xonasi. Bu yer lounge zona. Ko'rganinglardek hollarni qo'yapmiz, mebellarimiz kelgan. Patologimiz ham bo'lyapti. Bu ham bir haftalik joy qoldi. Bu asosiy. Shu haqida savol bermoqchi edim. Bir ajoyib mebel bilan o'rab qo'ygan ekansiz. Bu nima o'zi aka? Bu katta o'rtadagi xonamiz, biblioteka bo'ladi. Bibliotekani vitraj oyna bilan o'rab turib, ichkarisini ko'rib turganinglardek dizaynerskiy nima qildirganmiz. Kutubxona, kitobxonalar, kitob qo'yiladigan joy. Bir ichkariga kirib ko'raylikchi. Bemalol. Keling. Kitobxonlar bu yerda o'tirib, mana o'tiradigan yumshoq joy bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek shu yerda o'tirib, kitobxonlar kitobini olib o'qib o'tiradi. Bu yoqda yana kitobxonlar uchun joy qilinadi. Stullarimizni ko'rayotganinglar, stollarimiz bir chekkada turadi. Shu dars qilishga imkoniyat bo'ladi. Bu yerda administrativ joy burchagimiz bo'ladi. Kutubxonachimiz shu yerda o'tiradi. Aka, bitta savolim bor shu o'rinda. Ko'p maktablarda ventilyatsiya tizimi yaxshi emas. Ya'ni bu bolalar uchun, o'quvchilar uchun ventilyatsiya tizimi qay darajada muhim aka? Zamonaviy tilda aytganda bizni fishkamiz shuki, ventilyatsiya tizimini yo'lga qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana teshiklar, bu ventilyatsiya kiradigan, masalan, kiradigan va chiqadigan har bitta xonani ventilyatsiya kiradigan, chiqadigan havo aylanmasini tashkil qilganmizda, ya'ni eski havoni tortib, yangi havoni olib kiradi. Doimiy tarzda aylantiradi. Sirkulyatsiya bo'ladi. Chunki bolalarni miya aqlini, misol, rivojlanishi, yaxshi ishlash uchun kislorod kerakda. O'shuning uchun biz shunga qancha investitsiya kerak va qancha xarajat bo'lsa ham o'sha ventilyatsiyasini qildik. Bundan tashqari, temperatura masalasida biz konditsioner o'rnatganmiz. Har bitta xonaga konditsioner, issiq, isitish, sovutish va isitishga keladigan bo'lsak, patolog, pol, teplый polimiz bor. Teplый polimizdan tashqari har bitta xonada radiatorlarimiz bor. Bu radiatorlarimiz hammasi aylanib turib, smart kotellarimiz bor burchakda. Smart kotellarimiz bo'lgan o'sha yerdan tarqaladi. Ham energiyani nima qilamiz? Saqlab qolamiz, ham butun nimani isita olamiz binoni. Masalan, biza partalarimiz keldi. Partalarimizni ham o'zimizni mahalliy ishlab chiqaruvchidan oldik. Chunki o'sha ekologik qandaydir nima deydi, transportirovkaga, chet eldan kelishiga biz shunga sal qarshi emasmiz, lekin o'zimizda ishlab chiqarilgan bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ham qo'llab-quvvatlash bir mujdamiz bor. Yana qayerlarda ko'rsatasiz aka? Mana.
xonani ko'rib qo'yishinglar mumkin. Partalarimiz juda sifatli qilingan. Bu har bitta o'quvchi uchun отдельно bo'lar ekanda, alohida. Katta sinflarga alohida, kichkina sinflarga ikkita bola bittada o'tiradi, ya'ni oddiy parta bo'ladi. Ko'rib turibmiz, har bitta xonada o'zini konditsioner, ya'ni chiller sistemasi bor ekan. Kirib chiqib ketadigan joylari. Ha, bu yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqib ketadi. Havo aylanmasi doimiy bo'lib turadi. Bundan tashqari sovutadi, isitadi. Kamiga radiator sistemasi Radiatorlarimiz ham bor ekan. Bu teplый pol sistema. Teplый pol sistemamiz keyin bolachalarga boshlang'ich ta'limdagi bolalarga past qilib o'sha 60 santimetrda bolalar qo'lini yuvishligi uchun shunaqani o'rnatganmiz. Hatto buni ham germanskiy grohe san texnikasidan foydalanganmiz. Kachelli sistemamiz marhamat qilib ko'rishinglar mumkin. Smart kachelni o'rnatganmiz. Bu elektr energiyasini, suvni, gazni tejaydi va qayerga kerak bo'lsa o'sha yerga ko'proq energiyani beradi. Qayerga issiqlik darajasi yetarli bo'lsa, u yerga uncha energiya bermaydi. Shuni balansini ushlab turadigan sistema o'rnatganmiz. Mahmud aka, uylarda umniy dom bo'lgandek, hozir umniy kotelni ekanda bu ham. Ha, shunday. Bu hozir sport zalga kirishimiz. Bu o'g'il bolalarga, qiz bolalarga yechinadigan dushvoy xonalarimiz bor. Hozirgi kunda mana ekologik yog'ochdan qilganmiz polini. Bu basketbol, yakka kurash sport turlari uchun, mini futbol, futzal o'shin uchun mo'ljallangan, voleybol uchun mo'ljallangan sport zalimiz. Bu sport zalni o'zi, sport zalidan tashqari tepada 80 kishilik tribunamiz bor. Tribunada bolalar masalan o'zini komandasi uchun jonkuyarlik qilib, muxlislik qilsa bo'ladi. Hozirda laklanyapti polimiz. Laklangandan keyin chegaralarini chizib chiqamiz, poliyalarni. Shu bilan bu yog'i tayyor. Tepamiz tayyor bo'lgan. Mana laklangan, yog'ochdan qilingan o'tirgichlarimiz, hamma yog'ochdan bo'ldi. O'rindiqlarimiz bor. Bu yerda yana kichkina narsaga e'tibor qilib qo'yaylik, dizaynerlik nimasini jalb qilganmiz. Nima deydi? O'quvini bu yerda o'sha yaratuvchanlikka bolalarni jalb qilish uchun o'shaga bir qandaydir formadan tashqari bo'lgan holat formalar yasaganmiz. E'tibor qilsangiz bu qiyshayib ketadi. Mahmud aka, menda bitta savol bor. Osib qo'ygan, meni nazarimda televizorga o'xshagan narsa nima? Buni ati fan coil. Issiq va sovuq havoni haydab turadigan nimamiz. Nima deydi? Radiatorni boshqacha varianti desa bo'ladi. Muntazam ravishda bir xil temperaturani ushlab turadi. Albatta. Ya'ni bu biz eslayman yoshligimizda maktablarimizda muammo bo'ladigan narsa. Bu yerda hidlanish, misol bolalar kislorodsiz, havosiz charchab qolishi yo bo'lmasa nafas olishda bir qiyinchilik sezishi bo'lmaydi. Bog'chamiz ham deyarli tayyor bitib qopti. Shunaqa. Bu ham o'zi o'sha bo'yoqlash, dizayn berish nimasida ketyapti, jarayoni ketyapti. Ko'rib turganinglardagi ustki fasad bo'ldi. O'sha kirorish qismi tamburimizni nihoyasiga yetkazyapmiz. Ikkinchi etaj podvallarda ranglar berilib bo'lgan. Basseynimiz 90% ga tayyor bo'lgan. Hozir endi ozgina o'sha qolgan qismlariga tayyorgarlik qilib, ya'ni bir necha haftalik ishimiz qolgan xolos. Bundan tashqari mana landshaftimizni ko'rib turibsizlar. Landshaftimiz ikkiga bo'linadi. Hozir bu jarayon ketyapti. Masalan, oqib ko'rgan narsalar, suv, yomg'ir suvini qabul qilib oladigan vigriplarni qilyapmiz. Bu yoqda hammasi yashil zona bo'ladi. Daraxt bilan ajratamiz. Daraxtlar bo'ladi, bolalarga o'ynaydigan joylar, besedkalar, bu yerda workout zone bolalar uchun, o'smirlar uchun, maktab bolalari uchun. Keyin bu yerda amfiteatr qilamiz. Amfiteatrda bolalar chiqishlar qiladi, qanaqadir ko'rsatuvlar qilishi mumkin va bu yerda o'zida o'tirib dars qilib soyabonli bir makon yaratamiz. Bundan tashqari bu yerga mana 3 ta stol tennisi o'rnatamiz bolalar o'ynash uchun. Yana bir bor ta'kidlab o'taman, nimani? Yaratuvchanlik
ruhini ko'rsatish uchun biz bolalarda o'sha ekstraordinar fikrlashga jalb qilamiz, yaratuvchanlikka jalb qilamiz. O'shanda oddiy naves emasda, mana bu ikkita eshik, hozir ko'rgan sport zalimiz eshigi. Lekin o'shani ham bundoq qilib qiyshaytirib, garchi unga mashaqqat, pul, misol dizayniga qiyinroq sarflangan bo'lsa-da, lekin biz o'shani bolalarni bir boshqacha fikrlash uchun, o'zini boshqachamiz. Biz haqiqatda bu narsani o'zgartirib olamiz kelajakda. Men o'zim qo'ygan maqsadlarimga yetisha olmayman deydigan bolalarni yetishtirib chiqarish uchun shu tayyorgarliklarni ko'ryapmiz. Aka, bitta savol. Basseynni ko'rsak bo'ladimi? Bu obunachilarimiz uchun ham qiziq. Albatta. Men uchun ham qiziq. Albatta, ketdik. Mahmud aka, futbolni polamiz ham bitib qolibdi. Ha? Futbolni poli ham tayyor, deyarli u tayyor edi, lekin hamma yo'g'imiz futbol o'ynashga ham tayyor aslida. Yozib yuborsak o'sha gazonini. Lekin biz yana bir o'yladik, bolalar endi o'ynagan to'pni bemalolroq tepsin deb turib, yana 2 metrga oshirmoqchimiz tepaligini. Shu 6 metr qilib keyin yopamiz, keyin boshlaymiz. Bolalar o'ynagan to'p chiqib ketib nimasi bo'linmasligi uchun. Bormaylar? Bormaylar. Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. Mana basseyn haqida. Basseynni nimasi u? Mozaikasi. Shuni terilarni olib kelib qo'yganmiz. Spetsialistlar kelish kerak. Bugun erta kelsa terishni boshlaydi. Buni ham terish jarayoni boshlanadi. Salombek, charchamayapsizmi? Bu bog'chamizga kirish qismi bo'lyapti, hol qismi. Bog'chamiz foyesi. Kirganda chap qo'lda qabulxonasi, zavedushi, bog'cha boshqaruvchisi va o'shalarning xonasi bo'ladi. Bu yerda bolalar cho'qli pol bo'lgani uchun bu yerda ham bolalar yalangoyoq yuradi. Kirganida shkaflar bo'ladi, shkaflarga oyoq kiyimini qo'yib, shu paypoqda yalangoyoq yura oladi. Bular o'sha xonalar ketyapti. Ha, xonalarimiz kelyapti. Masalan, ba'zi xonalarda yana o'sha yaratuvchanlikka, bu narsaga bolalarni jalb qilib, bir qiziqarlik, kreativlikni yo'q qilmaslik uchun yoki rivojlantirish uchun masalan, patologlarni ham o'sha tom nima qismini gulli qilganmiz, bulutchalar qilganmiz. O'sha dizaynimiz o'shunga qandaydir bolalarda quvnoq, baxtli bolalik kechirish uchun bir qandaydir yordam qilishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu meni fikrim, Mahmud aka. Farzandlarimiz noodatiy narsalarni ko'p ko'rib tursa, bu oddiy holga aylanib qoladi. Ya'ni o'sha yaratuvchanlikka kelganda yoki biron narsani ixtiro qilishga kelganda bu narsa farzandlarimiz uchun oddiy holda ko'rinib qoladi. Ular endi bolalar faqat o'sha to'rtburchakdan chiqib fikrlash degan termin bor. Think outside of box deb o'sha yechim topa bilish kerak-da. Har bitta odam bitta masala bo'lsa, osonroq yechim topsa, o'sha masalasi qiyinchilik bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'lmasa, u odam yengil hayot kechiradi. Har bitta masala u uchun muammo bo'lmay qoladi. Masalan, devorga qaranglar, devorni bu alohida Toshkentdan sexga zakaz qilib, o'zimiz rang tanlab, rasm tanlab, o'shani pechat qildirib keldik. Shundan foydalanamiz. Shundan foydalanib, hozir yopishtirib, buni endi laklab chiroyli qilib qo'yamiz. Bu narigi tarafi ham ko'rib turganinglardek, shu bolalar uchun kashalot, baliqlar, suv osti dunyosini pechat qilib keltirib kelganmiz, ifodalab. Boya ko'rgan mozaikalar mana shu yerga yopishadi. Ya'ni 3 kundan keyin kelsanglar, yo 4 kundan keyin bu yer tayyor bo'lgan bo'ladi. Rang mozaika yopishtirilgan to'laqonli nimaga aylanadi, basseynga, xudo xolasa. Aka, yana bir savol. Shu menga yetib kelgan xabarlarga ko'ra deydi-yu. Bog'chamizda tuzxona bo'lar ekan. Tuzxona o'zi vazifa nimaga va nima uchun kerak tuzxona? Bizda endi hammamizga ma'lum gripp bo'ladi, dunyo bo'yicha ham bo'ladi. Bolalarda misol bronkit, astma degan narsalar bo'ladi. Ekologiyani yaxshi emasligi, chang bo'lganligi
shu o'pkaga nafas olishga yordam beradigan bir nima deydi atmosfera yaratishlik uchun biz tuzxonani boshladik. Tuzxona tayyor bo'ladi. Tuzxona tuz sepilgan bo'ladi xonaga va tuz nima deydi kirpich g'ishtlaridan terilgan bo'ladi. Bu yerga bola kirib nafas olsa, bolani haligi nafas olish yo'llarini yaxshilash uchun, tozalash uchun yo bo'lmasam kasalliklarni profilaktikasi uchun, nafas olish yo'llari kasalliklarni profilaktikasi uchun o'sha yerda nafas olgani kirsa bo'ladi. Bog'cha bolalari balki boshlang'ich sinflarni ham olib kelsak bo'ladi. Bu xonamiz mana hali ish jarayonida. Manimcha oxirrog'ida bo'lsa kerak. Oxirrog'ida bo'ladi, chunki chang nimalar sal yig'ishtirilgandan keyin shundoq tuz olib kelib, septirib, devorlarga yopishtirib, dizayn bo'yicha keyin g'ishini terdirib, chiroqlarni qo'yib qo'ysak, eshiklarni yopib, shu bilan bo'ladi. Tushunarli. Bu yerda masalan o'ng qo'linglardan keng xona bu sport zalimiz. Bu sport zalimizda bolalarda gimnastika, художественный gimnastika bo'ladi. Va boshqa sport turlari bilan misol shug'ullana biladi bolalar bu yerda. Buni pokritiyasi poli yumshoq nimadan bo'ladi? Plastdan bo'ladi, linoleum yumshog'idan bo'ladi. Bolalar yiqilsa ham nimada sport mashqlari jarayonida yiqilsa ham hech narsa bo'lmaydi. Bu trenerning xonasi. Orqamizdagi xona bo'lsa, u xonamiz shanba yakshanba kunlari bog'chamiz bo'ladi. Bu bog'chada ota-onalar masalan shanba yakshanba kuni qanaqadir konferensiyaga yo bir qanaqadir ishlar bilan bolasini biror joyga qo'yish kerak bo'lgan ota-ona o'sha yerga qo'yib topshirib, xotirjam ishlarni qilib qaytib kelib olib ketsa bo'ladi bolasini. Xuddi shuningdek, bu yerda mana bu jismoniy harakatli mashqlar xonasi bo'lsa, bunisi esa masalan ijodiy xona desa bo'ladi. Bu yerda teatr to'garaklari, bolalar qanaqadir chiqishlar, she'rlar va hokazo. Naryoqda teatrimiz bo'ladi, amfiteatrga o'xshagan ochiq sahnamiz bo'ladi. Bu ham ko'rib turganinglardek havo sistemasi. Kirdi, havo chiqib ketdi, bu yerda konditsioner, issiq pol, radiatorlar, hamma udovstolar bo'ladi. Hamma udovstolar. Ko'pli pol bor ekan. Ko'pli polimiz bor. Radiatorlarimiz ham turibdi. Konditsionerimiz ham lentishli. Bu xona texnik xonasi. O'sha nimadan chiqayotgan basseyn tozalash nasoslari, ultrabinafsha nurlar va hamma texnika shu yerda to'planadi, shu yerdan boshqariladi. Bu basseynni muntazam tekshirib turish kerak, suvini tozaligini, u suvdagi kimikatlarni nimaligi, balansini, hokazo o'sha suvni issiqligi, sovuqligi, temperaturasi, eski yangiligi, flow almashib turishi hammasi shu yerda bo'ladi. Bog'chamiz yuragi desa ham bo'ladi. Shunaqa texnik yuragi. Bu temirligiga qaramanglar, buni MDF qilib o'raymiz. MDF qalin bo'ladi. MDFni ichiga har xil joylarga misol harflar, sonlar qo'yib chiqiladi. Bolalar ko'rganda hali vizualni esda qoladi. Misol 1, 2, A, B, C deb turib shunaqa yodlaydi. Mana ko'rdinglar, remontimiz deyarli bitish jamhasida. 85%, 90% ishimiz bo'lgan. Shu ranglash va hokazo. Men sizlarni yana 2 yo 3 haftadan keyin yana bir obzorga taklif qilaman. Kelsanglar ko'rishamiz. Aka, yana bitta o'zimiz oramizda savol. Bizdan xonadon sotib olgan odamlarga imtiyoz boradimi maktab bog'chadan? Ha, albatta. Birinchi navbatda bu Dream Residence mushtariylar uchun, Dream Residence mikrorayoni yashovchilar uchun qurilayotgan o'quv dargohlari va Dream Residence'dan uy sotib olgan odamlarga biz 20% gacha chegirma qilib beramiz bog'cha va maktabda. Sizni ham farzandingiz shunaqa oliygohlarda, shunaqa ta'lim dargohlarida o'qishini xohlasangiz, avvalo Dream Residence'dan xonadon sotib oling. Xush kelibsizlar.